Alaykum hurmatli farg'onaliklar. Mana 23-yanvar 2026-yil. Ertalab soat 7 da go'shtlarimiz mana bu barbekü apparatimizga solingan. Pishirish jarayonlari bo'lyapti mana. Kechki soat 7larga tayyor bo'ladi, Jo'lon aka. Kechki soat 7ga sveji kelaverasizlar. Ulgib qolinglar, ulgib. Buni ovozini eshiting, ovozini. Bugunga 20 kilo soldik. Ertaga xudo xolasa 30 kilo. 10 kilodan boshlagan edik. Xudo xolasa soat 7 da tayyor bo'ladi, kelaverasizlar. Ali Usman kafesiga.